Assalomu alaykum do'stlar. Opani uylariga ko'chyapman. Sig'mayapman liftda. Opani uylariga ko'chib boryapman. Opa yaxshi inson ekanlar. Duoda bo'lib turaylik. Ertadan yana davom etamiz tish bilan trenirovkani. Sizlarni yaxshi ko'raman. Men keldim do'stlar, opani uylariga. Mana opa. Noz ko'rsataman, zo'r ekan, katta ekan. Mana oshxonalari, kuxnalari. Chiroyli. Opa. Mana koridor. Mana oshxonamni ko'rsataman. Mana o'sha olib kelib qo'ydim narsa. Mana xonam, mana shu yerda turib turaman. Toki anaqa bo'lguncha. Tishlarimni davolab, yana o'zim zalga chiqaman. Xudo xolasa. Men yaxshi. Allohim ilhom shu opaga. Rahmat opa. Allohim rozi bo'lsin sizdan. Kelibsiz bizimizga. Allohim rozi bo'lsin sizdan. Rahmat, jumlamizdan rozi bo'lsin. Menga yaxshilik qildingiz, sizga ming baravar bo'lib qaytsin. Amin. Allohim barcha niyatlaringizni yetkazsin. Rahmat. Hamisha umringiz baland bo'lsin, ilohim. Hech kimdan kam qilmasin. Yuzlaringizda nurlaringiz bor ekan opa. Sog' bo'lsin. O'zim o'ylaganda qayta shunaqangi dobri qilsiz, ey. Maza qilib bugun 2 soat, 3 soat o'tirdik gaplashib. Maza qildik. Juda ham dobri qilsiz. Juda ham ko'p kuzatganman, nihoyatda yaxshi ko'rganman sizni. Rahmat. Alloh meni yetkazdi, hech ham o'ylamagandim ko'rishamni. Alhamdulillah. Opa aytadilar-ki, sizni deydilar, TikTokda oldinlari ko'rib yurardim, lekin xayolimda ham kelmagandi bir kun kelib menikiga kelishingiz. Alhamdulillah. Mashallah. Ana. Sog' bo'lsin. Opam Samarada biznesmenlaridan ekanlar. Katta biznesmen opa ekanlar Samarada. Kim bor yana Samarada? Allohim meni shunday yaxshi insonlarga ro'para qilyaptiki, ming rahmat. Sizlarning duoinglar bilan hammasi rahmat, shunchaki meni duo qilasizlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Rahmat. Duoda bo'ling endi, dal shu. Yetib boramiz nasib bo'lsa, baquvvat bo'lib, chiroyli sportsmenka bo'lib. Inshaalloh. Meni doktorimga alohida rahmat. Shunaqa insonni men birinchi marta ko'ryapman. Alloh tomonidan berilgan doktor. Bugun ukol qilishdi, tozalashdi, mana ancha yaxshi. Qo'llari shunaqa yengilki, men ayta olmayman, to'g'risi bor-ku. Shunday hayron bo'ldim. Mayli, ilohim qo'llari dard ko'rmasin, ishlarini barakasini bersin. Hurmatdalar, rahmat.